Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatiman, O'zLiDeP partiyasini a'zosiman. Kelishimizdan maqsad sizlarning faoliyatingizga ayrim bir mutasaddilar tomonidan noqonuniy aralashish holatlari bo'layotganligini ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatdik va bu holatga aniqlik kiritish maqsadida o'zi aslida voqea qanday bo'lgan, nima sabab bo'lgan, nimadan boshlandi va albatta yakuniy maqsad sizlarga amaliy yordam berish. Shu o'tgan yil yangilik chiqqandi. Shunaqa gastro ko'cha bo'ladi. Ko'p odamlar keladi, turistlarimiz keladi. Lekin shu avgust oyida boshlandi bu ishlar. Biz ham to'g'ri tushunamiz, qarshilik ko'rsatmadik. Mayli, biz ham harakat qilamiz, yordam beramiz. O'sha planni ko'rdik. Boshida bizga o'sha planni ko'rsatishdi, lekin biz fasadimizga bu dizayn to'g'ri kelmaydi. Biz o'zimiz qilamiz. O'zingizni xususiy mulkingizmi yoki yo'q, ijarada? Bu ijarada. Ijarada faoliyat. Xuddi shunaqa. Biz ijaradamiz. Har oy biz ijara pulini to'laymiz. Kuz va qish oylarida ishlarni boshlab qo'yishdida, lekin tugatilmadi. O'shaning uchun bizning mehmonlarimiz qiynaldi bizga kelishga. Parkovka joy bo'lmadi, odamlarga даже sharoit bo'lmadi shuna to'g'ri yurishga. Biz o'zimiz doskalar qo'yib, ularga sharoitlar yaratib berdik. No baribir kafeni daromadida bu ta'sir qildi. Biz ham qo'rqyapmizda ishlashga hozir. Qo'rqyapmiz bir qanaqadir to'g'ri gapni gapirishga. Ulardan ugroza bo'lgan. Sizlar remont qilmasanglar, boshqa kafega berib yuboramiz joylar. Sizlarga qandaydir rasmiy ogohlantirish xati berildimi? Shu yo'q. Ko'cha gastronomik ko'cha bo'ladi yoki turistik ko'cha bo'ladi degan bir ogohlantirishmi yoki hokim qarorimi nimadir ko'rsatildimi? Qaror ko'rsatilmagan. Rasmiy biron bir xat yoki hujjat ko'rsatilmadi bu remont qilish bo'yicha, bu fasadni o'zgartirish bu faqat rasmiy plan bo'lgan. Ular bizga o'sha planni ko'rsatishgan, imенно dizayn formatida qanaqa bo'lishi kerak. Lekin biz srazu o'sha birinchi kuni srazu aytganmiz, bu dizayn bizga to'g'ri kelmaydi, bizni to'g'ri tushuninglar, chunki bizning brendingimiz boshqacha, sizlar berayotgan taklif qilayotgan variantinglar bizga to'g'ri kelmaydi deb srazu javob berdik. Qaysi tuman? Yashnobod tumaniga qaraydi, tushunishim. Yashnobod tuman hokimligi tomonidan ham qanaqadir bir shartlar qo'yilganmi sizlarga? Shartlar qo'yilgan shu remontni boshlash, lekin bizani iltimosimiz bo'lgan, iltimos bir qanaqadir hujjat beringlar. Chunki bu yerda bizlar uchun katta mablag'. Dushanba kuni menimcha svet o'chdi. Siz demak o'sha shartni bajarilmagandan keyin elektr ta'minotdan uzib qo'yilgan. Qancha muddat uzilib turdi? 4-5 soat. 4-5 soat. Bu yerda ovqatlanish ekan, sizda aynib qolgan mahsulotlar bo'lmadi? Aynib qolgan mahsulotlar ham. Chunki biz muzlangan polfabrikat bilan ishlaymiz, morozilniklarimiz bor. Sizning shartnomangiz bor, elektr ta'minoti bilan shartnomada ogohlantirish kerakmidi sizni oldindan? Nima deyilgan? O'zgartirish kiritmaganmisizlar? Endi shartnoma tuzish erkinda va ayrim holatlarda o'zgartirish ham kiritgan bo'lishi mumkin, ogohlantirmasdan o'chirish mumkin. Lekin umumiy olganda ogohlantirish kerak oldindan. Sizning shartnomangizda shunaqa bir o'zaro kelishgan holda o'zgartirish kiritmaganmisizlar? Ogohlantirish kerakmidi? Yo'q, ogohlantirish kerak bu bir. Ikkinchidan qachon svet o'chadi? Qachon siz masalan pulni to'lamasangiz, qarzga kirib qolsangiz, bizda depozit degan narsa bor. Biz birinchidan bir oyda foydalangan energiyaga to'laymiz, depozitda yana pul turadi. Nimaga aktiv qo'ymadingiz? Kecha biz shuni gaplashdik. Yuristlar ham masalan o'zini yordamini taklif qilishdi, lekin biz Zamira bilan qo'rqyapmiz. Nimaga qo'rqasiz? Chunki balkim biz shuni hozir boshlasak, undan bu kichkina muammodan yana katta muammolar bo'lmasin. Bizda 70 tadan oshuv xodim ishlaydi. Bizga bir narsa bu biznesga bo'lsa, bu 70 ta odam ishsiz qoladi deb. Yo'q, undan opa hech ham qo'rqish kerak emas-da. Sizda mana bizni maqsad nima? Maqsad juda yaxshi bo'lgan. Bu gastronomik ko'cha qilishda davlat rahbari ko'p aytadilar, har bitta tumanda deydilar, bittadan ko'cha bo'lishi kerak. Mana shunaqa turistik ko'cha, gastronomik ko'cha bo'lsin deyiladi. Juda g'oya zo'r. Ertaga tadbirkorlik subyekti mana nechagacha ishlaysiz? 11gacha. 11gacha ishlaysiz. Ertaga turistik ko'cha bo'lganingizda 24 soat ishlaysiz kerak bo'lsa, 24 soat sizda mijozlaringiz arimaydi. Ko'cha to'lib, odamlar ham aholi ham maza qilib ko'chada aylanadi, keladi, dam oladi. Shu maqsad shu bo'lgan o'zi turistik, gastronomik ko'cha qilishdan. Lekin bizda bilasizku, ayrim ijrochilar bilan bizda muammolar bo'ladi-da. Unisini sallasini olib kelsa, kallasini olib keladigan bizda ijrochilarimiz bor, afsuski. O'shaning uchun ham bu tadbirkorlar agar bundan hayiqadigan bo'lsa, tadbirkorlar orqasida prezident turibdi. Prezident aytadilar, bitta tadbirkor ikkita ish o'rni yaratsa, men yelkamda ko'taraman deydilar. Shu sababli opa sizga maslahatim, hech ham bundan qo'rqish kerak emas, hayiqish kerak emas. Orqangizda birinchi navbatda davlat rahbari turibdi. Bizning partiyamiz turibdi. Bizni Liberal demokratik partiya mana ko'rdik, nazoratga oldik. Ertaga qo'ymaymiz. Sizni faoliyatingizga kimdir kelib noqonuniy aralashishiga qo'yilmaydi.
oxirigacha nazoratga olib turamiz. Atrofni ko'ryapmiz, anchagina obodonlashtirib qo'yibsizlarda. Bu bo'yicha qaysidir obodonlashtirish boshqarmasidan ham qandaydir sizlarga shartlar qo'yilmaganmi atrofda obodonlashtirish? Buni biz o'zimiz qilganmiz, o'zimiz daromadimizdan. Lekin ulardan qanaqa shart qo'yilgan? Shu fasadimizni to'g'irlash, shu yerga konstruksiya qo'yiladi. Sal yopilib turiladigan. Hamma narsa yengillash kerak. Chunki yangi ko'cha, hamma kafelar ham, masalan, bizning qo'shni kafemizni biza yaxshi munosabatda biza ular o'tgan yili endi ochgan shu kafeni. Yangi remont, letkasi zo'r, Italiya kuxnyasi. Ularga ham svet o'chirishdi. Ular ham svetsiz o'tirdi o'sha kuni. Chunki proyekti boshqacha. Men ularni tushunib turibman, shuncha pul xarajat qilib, hozir umuman buni olib tashlab, yangi letka qo'yish bu ular eplolmaydi. Svetni o'chirish masalasini ko'taryapsiz. Bu narsa o'zi qonunchilikda bor-da. Eng tomoni, achinarli tomoni hammasi juda chiroyli yozib qo'yilgan. Svetni oldindan o'chirib bo'lmaydi. Oldindan ogohlantirish kerak. Hammasini o'zining tartibi bor. Lekin boya aytganimdek, hamma ijrochilar ham qonunga birdek amal qilmaydi-da. O'shaning uchun sizlarni holatlar bo'yicha hozir ko'p aniqlashtiryapmiz nima bo'lganligini holat bo'yicha. Albatta shahar hokimiga deputatlik so'rovini kiritaman. Nazoratga olamiz. O'sha kim noqonuniy aralashgan bo'lsa, boya svet dedingiz, svet masalasini albatta ko'taraman opa. Svet bo'yicha tegishli mutasaddilardan ham ma'lumotni olamizda va agar haqiqatdan asossiz uzish holatlari bo'lgan bo'lsa, ularga nisbatan tegishli chora ko'rish bo'yicha men tegishli tashkilotlarga murojaat qilaman. Rahmat katta. Bu tomondan xavotir olmang, nazoratga olamiz, oxirigacha olib boramiz. Boya aytganimizdek, ko'ngilni to'q qiling opa, kayfiyatni tushirmang. Sababi boya aytdim-ku, maqsad juda yuqori, maqsad juda oliy. Davlat rahbari aytganidek, ertaga turistik ko'cha bo'ladigan bo'lsa, gastronomik ko'cha bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda siz manfaatdor bo'lasizda. Hozir siz sal ikkilanyapsiz, lekin ertaga shu ko'cha ishga tushgandan keyin mana ko'ring, gastronomik ko'chalarni 24 soat odam arimaydida. Lekin bu yerda ikkala tomon ham, davlat tashkiloti ham, tadbirkor ham o'zaro kelishib, qonun doirasida amalga oshirilishi kerak-da. Kelib tepasida eski feodal tuzumdan qo'llamaslik kerak demoqchiman-da. Shu sababli ikkala tomon ham o'zaro kelishib, to'g'ri qonuniy ishlaydigan bo'lsa, ertaga shu turistik ko'cha bo'lsa, faqatgina xalqimiz yutadi, tadbirkorlarimiz yutadi. Biz xursand bo'lamiz shu yerda. Nazoratga olib oxirigacha olib boramiz opa. Biz juda ham kichkina odammiz. To'g'risi, men ijtimoiy tarmoqlarda yozdim. Bu hamma kanallarga o'tib ketdi. Mana Nargiza biladi. Men kechasi bilan yozyapman. Nargiza nima bo'ladi endi? Men qo'rqyapman. Yopiladimi endi kafemiz? То есть biz настолько o'zimizni kichkina his qilamiz. Men bilaman, işte orqamizda prezident bor. Men o'zim prezident bilan ham gaplashganman, uchrashganman Nukusda o'tgan yili tadbirkorlar bilan ochiq muloqotda qatnashganman. Agar hamma tadbirkorlar shunaqa orqaga tashaversa, mana svetini kelib uzib ketsa, gazni uzib ketsa, qo'y deydi, murojaat qilmay desa, bu narsa yanada yering olib ketaveradi. O'shaning uchun huquqingizni joyida himoya qilish kerak. Kerak bo'lsa men oldingizda turib sudga birga boraman siz bilan. O'sha sudga beraylik, men boraman-da, birgalikda himoya qilamiz. Bitta ikkita shunaqa holat qilsak, ertaga keyin qolgan sizni atrofingizdagi tadbirkorlarga ham bunaqa holat bo'lmaydi-da.